Cho'g'alon qo'yganini ko'rdingizmi? Mahallaning yovvoyi mushugi kelib, yelkasidan tishlab, yurolmayam qolsa mushugi. Siniqchi qiz, hayvon doktor Adiba Kiyada yuradi. Olmaliqda bunaqasi yo'q. Tanib olinglar, bu qizni veterinar. Siniqchi, tabib. Va alaykum assalom. Uyimga eslabsiz-a? Qo'ylarimni davolab ketardingiz. Salom. Kim uyida hayvon boqsa, qo'y, echki, sigir, buqa, o'rdak, g'oz, parranda, darrandalar. Ha, yo'lbars bo'lsa, yo'lbars ham davolaysiz-a? Fil boqmaydimi? Davolayverasiz. Oxongaran olib kelgan yo'lbars. Yovvoyi yelkasini tishlabdi-da. To'g'rimi? O'zbekistondagi eng krutoy siz-a? Da, veterinar. Boshqa sizdan krutoy yuradigan bo'lmasa kerak. Nega? Kia Sonetlarda. Faqatgina Olmaliqda veterinar qiz, tabib qiz, siniqchi qiz Kia Sonetda yuradi. Bismillah. Yotqizamizmi? Qayerdan qilasiz? Boshini, old oyog'ini ushlaysiz. Qo'l og'ritadi. Og'ritmaslikka harakat qilaman. Bunisi juda ham og'riq beradigan emas. Bo'ldim. Urvarsiz o'sha? Ha. Bu vashshe dahshat og'ritadi. Bu shunaqa og'ritadigan qo'l. Birinchini sezmagan. Bismillah. Bo'ldi. Urvaring, boshqa qo'l yo'qmi? Yo'q. Lekin sezmadi ham, leyinan. Yana shirab. Ho'kizdek keladigan ikkita ortib olib borib, ana u yotqizish shart emas, ha, stolga. O'zingiz kelib davolab ketaverasiz. Ikkinchi kelmaydigan ukolingiz yo'qmi? Yo'q, unaqa. Bitta ukol ursangiz, mana shu ko'chaga qaytib kelmaydigan Yo'q, unaqa. ukol ursangiz. Unaqa qiladi. Сделайте так, чтобы она больше не вернулась сюда, эта собачка. Rahmat. Ha, Qamrovingiz, Olmaliq, Ohangaron, Piskent, Toshkent viloyati bo'yicha. Chorvoqgacha borasiz. Rahmat. Agar Chorvoqda ichib mast bo'lib dumalab, cho'chqada ichib yotib qolsangiz, bu tomon davolab qo'yadi.